Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Nurixman va bugun Minecraftdaman va sizlarga mashq qurgan narsamni ko'rsatmoqchi edim. Bu oddiy ko'prik, lekin men buni emas, buni nazarda tutdim. Bu qishloqdan o'tishga yaqin bo'lsin deb shuni qo'ydim. Shu ko'prikni qurdim va bu o'sha rasmda ko'rsatganimdek chiroyli futbol o'ynaydigan joy qurdim Minecraftda. Va bugun ichiga kirib hamma joyini ko'rib chiqamiz. Shunaqa katta qilib qurdim. Unda ochilish marosimiga xush kelibsizlar. Qani ochamiz. Endi bu ochiq borsak ham bo'ladi. Lekin bizdan oldin o'tga qishloqlik ekan. Va mana bu men qurgan futbol o'ynaydigan stadion. Mamletga unaqa chiroyga o'xshatmamni qo'ydim. Unaqa reklamli narsalar bo'ladi, uni o'rniga rasmlarni qo'yib chiqdim. Unaqa chiroylarni qo'ydim, tepaga ham qo'ydim yorug'roq bo'lsin deb. Va bu futbol maydonining o'zi mamletda varata. Ham varata, mana shunaqa qilib qurdim. Bu yerda futbolni ko'rib o'tirsa bo'ladi, mana shu yerdan turib. Lekin o'tga qanaqa tushdi. Bu yerda qanaqa futbol o'ynasa bo'lishini bilmayman Minecraftda. Lekin shuni qurib qo'ydim. Xo'sh.